Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Mana Tosh madrasaga yana keldik. Videoni kuzatmasdan burun oldin obuna bo'ling va videoga like bosing. Bugun Tosh madrasani qurdirgan Xo'ja Niyozbek avlodlaridan Amin aka. Xo'ja Niyozbek haqida ma'lumot aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum xalqim. Men Amin Qulmirzao'g'li 1972-yil tug'ilganman. Otam 1936-yil tug'ilgan. Niyozov Qulmirza. Xo'ja Niyozbek avlodindanmiz bizlar ham. Bu yerda ko'p Xo'ja Niyozbek avlodidan. Keyinchalik mukammal tarix olib borishga harakat qilib izlashtirib Xudo xolasa nasib qilsa shularni yetkazishga harakat qilamizda xalqqa, Ommaga. Aytdingiz, Xo'ja Niyozbekning bolalari, uning bolalari haqida bilganlaringizni aytib o'tdingiz. Endi Xo'ja Niyozbek, Yerjonbek, Yerbiydosh, Eshniyoz shunday deb eshitganmiz-da. Eshniozdan keyin kim? Eshniozdan keyin meni Qulmirza, Rimatam bor. Bizlarning bir nega endi. Endi bog'alarda endi boshqa ham ko'p chaqda. Tosh madrasani qurdirgan buyuk madrasani hozirgi vaqtda ahvoli ham bu madrasani to'liq restavratsiya qilib qayta tiklash kerak. Qanday? Mana endi bunday bo'la qolsa, buni qaytadan Tosh madrasaga yana bir harakat qilsak, avvalgi oldina bir keltira olmasak ham bir yaxshi o'zlarimizcha kuzatib qo'ysak, juda ajoyib bo'lar edi. Va tarixda qalatog'onni Tosh madrasa Ulqon ko'rargashda Najmiddin Kubro pir bo'lsa, daryoning bu yonida Tosh madrasa ilm makoni. Shu yerdan ko'p odamlar ilmini olganda. Bizlarning shu eshitishimiz bo'yicha yana shu endi yana izlanishimiz kerak, ko'p izlanishimiz kerak. Niye olish uchun aniq faktini qilishimiz kerak-da. O'zingizni aytib o'tib keting. Men Xudoberganov Anvar, men Mang'ib shahridan 1968-yil tug'ilganman. Endi men ham tuz nasibam mana kelib qoldim ziyoratga shu kun Tosh madrasa ziyorat qilish deb ana keldik. Yana sizlar bilan uchrashib, biz minnatdormiz sizlardan ham. Aytganimiz restavratsiya qilib bir juda ne qila qo'ysak, ajoyib bo'lar edi. Xalqimizdan shuni so'raymiz. Restavratsiya qilinsa Chilpiqqa kelgan turistlar, mana Chilpiqqa kelgan turistlar Tosh madrasani ko'rish uchun ham kelib o'tadi. Zo'r maskanga aylanar edi Tosh madrasa. Ya aytgandek, oldingi videolarda aytib o'tib ketdik, 40 hujradan iborat bo'lgan. 19-asrda qurilgan. 1841-yilda deb aytiladi. Ayrim manbalarda boshqacha. Ham urushgacha ikkinchi jahon urushigacha ayrim manbalarda faoliyat olib borgan. Ham fikrlaringizni sizlar ham aytib o'tib keting. Chaqdan shu Matiyaqub molla degan oxirgi shu yerda dars olganda, ilm olgan. Oxirgi o'qiganlar Matiyaqub molla degan. Demak, nega bu Tosh madrasa deb aytib o'tib ketilgan sifatli qurilishini bilaringiz? Buni endi sifatli qilib qurgan haqiqatdan uning g'ishlarini sinmaydigan g'ishlarda buni. Bunday makon ham umuman yog'och ishlatmagan bu umuman. Faqat shu toshning o'zidan ham yanında laylar qanday laylardan olgan. Endi buning laylarini biz bilmadik, lekin laylar ham bir makon sovuqlarda mustahkam qilingan laylar bor ekanda bu yerda. Qarag'imda ne savolgan yerlar bor, ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Yo'q, turgan yeri. Bor ko'rdim. Mana shu paytdagi sopollar mana. Sopol idishlar mana shu paytdagi. Kuza bo'lganmi, bir narsa bo'lganda bu ham. Tosh deb aytilgan, qarasa tosh. Mana toshlar. Tosh shundan qurilganda. Shundan qurilgan. Harbisini qarasana, tosh deb. Aytarbishlari. Mana.
Taş medresenin suvakları hakkında aytıp ötedi ve görünüşü hakkında. Ona qarang mana. Shu darajada mahkam bo'lgan hozirgacha turibdi mana, hech narsa qilmagan mana. Ya suv olmagan. Mana. Müstehkem kılıp Mustahkam korugan. turibdi hozirgacha. Hem ya o'tgan videolarda da aytdik. 40 hujradan iborat bo'lgan. 40 hujra bo'lgan, İki etaj var. ikki etaj Ikki bo'lganda, etaj. ikki qavatli. Ko'p ilmiy tadqiqotlar uncha olib borilmagan bu haqda. Endi xudo xolasa Bunun sizlar taşlarını, boshqamiz. Nasib qilsa, taşların Kıpçak'a, poçta, nelerge kurdur için bızır at ketken de o. Sovet davrında. ishlar. G'ishtlarni G'ishtlarni. olib ketgan Qipchoqqa, ya'ni qurish uchun. Endi de kuzeler var, bilmez. Ko'zalardan bor deydi. Shu davrdagi ko'zalarning biri haqida Mustafa aytib o'tadi. Mana 1894. Mana 1954 yozilganda bu da. Adıllar xattashda ko'p foydalangan deydi da kuzedan. Mana qapqaq bo'lgan deydi pastida. Endi shu aytishi bo'yicha odamlar bizlar ham endi sekin Ha, ikkinchi ko'za haqida. mana ikkinchi ko'za 1844, buning 1900 yozilgan, o'chib ketganmi yozilgan. Olganda Sopol idish bo'lganda u, chinni. Mana Shinni idishlar bo'lgan, ayrim qismlari saqlanib qolgan. ayrim qismlar saqlanib qolgan mana. Qani. Ko'rinishi. Mana tagi ichi teshik butun bo'lgan. Hatto ishda qo'llangan. Parvar aka, Rustam aka, bu hoji akalar bilan aylanib Tosh madrasa haqida bilgi aytib berdik. Bu bilan to'xtamaymiz. Yanada keyinroq ma'lumotlar keyingi videolarda aytib o'tamiz. Fikrlaringizni yozib qoldiring. E'tiborlaringiz uchun rahmat.